Ben Uyghur nahiyesinin avaçısında 1964 yılı 9 aprel günü dünyaya geldim. 71-81 yılları şu yezdeki Gezim İskender namındaki avat otura mektebini tamamladım. Biraz vakitle şu nahiyetki Arzu Halk Ansambl işlep 82-84 yılı armiya sepeti bulduk. Armiyadaki kip yani 86 yıllıkça yani şu Arzu Ansambl işledi. 86 yılı Çaykovski namındaki müzik uçilişinin Uyghur bölümü ikinci geçimi içilandi. 82 yılı içilip studentlar almış kelep tegendikin. 86 yılı içilganda şunu okuşuk geldik. Bir yerde Uyghur bölümünde Çang bilen Rejek hesabı boyunca şu uçuş okuş düştüm. 87 yılı ikinci kursta işlevat okuvatqa vaqtimda şu Uyghur teatrı teklif qildi. Yani 88 yıldan tatip şu Uyghur teatrda işlep keldim. Uyghur teatrı kirgende vaqtında ansamblning vaqt kerak bir İkrim Akam Hashim bo'lgan. İkrim Akamning, Azat Akamning emgekleri man qaniyarlarning ko'p bo'ldi. Cho'ng sahnada yani kasbiy sahnada san'atda qandaq menish kerak shuni aytgan ustozlarimiz shular. Shaxsan men o'zimga 8-sinfda biz hozirgi buni estradni studiya deb qo'yadi, hozir kolleji Seryo'zin nomidagi. Mana shuni o'qishga kelib men operaga bo'landimda, operaga bo'langandan keyin şu vaqtda İkrim Akam teatrning direktor paytiga meni şu vaqtda muqamchilar degan spektakllar bizning teatrimizdagilar Uyg'urayning bir qilib men o'qish tushib boraman. Ular mening operada o'qishimni ancha halimdachi men tinglab ko'rdim. Seni kichkina ahang bor, kabili ahang bor. Shuni sen boshqa ish qilib qo'ymagan deb meni İkrim Hashim qayvatdi. İkrim Hashim shu vaqtda meni ishlashga taklif qildi Uyg'ur teatrida. Biroq u vaqtlarda teatrda ishlash menga o'zimga ait qo'rqinchli bo'ldi-da, hakikaten. Birinchidan kichikman. Unchalik optim yo'q. Shaharga dastlab ketib kelishim, shuning bilan men u vaqt o'qishni o'qimadim. Ham ishlamadim. Ikkinchi qitim 86-yil o'qishga kelganda İkrim Akam meni yana u vaqtda Nava ansamblining rahbariga shu vaqtda yana meni ishlashga taklif qildi. U vaqt kelgan vaqtimizda bu yerda ishda o'rin bo'lmay qoldi. 88 yılı qaytadan yana chaqirib vaqtda mening to'liq bu yerda ishlashimga shunaqa darsimdan o'qishimdan qamishimga shu vaqtlarda shu Murat aka, İkrim akalar, Azat akalarni aytib ko'p yordam berdi-da. Bergin jon ajrini. Men ko'p tiqshashni ko'p yaxshi ko'raman. Eli xalq naqshlari, umuman xalq naqshlarida bu ili xalq naqshlar deymiz, Qashqar xalq naqshlar, Xotan xalq naqshlar deymiz. Shuningda biz o'zimiz shunga ko'p tinglab kichigimizni o'rgangan uchun men ili xalq naqshlari bir jurish naqshlar deb qo'ymiz. Uni bu naqshlar ko'p yoqadigan naqshlar. Yetishqima, tinglashqima. Endi men İkrim Akamning biroz naqshlarini aytdim. Bo'lib Selmahnoq Zaynalovning, Ablaqchanak Mashayevning, Abdurazak Hamrayevning, Rüstem Niyazovning, Abulahat Islamovning naqshlarini o'rlatmanda dastlab yozilgan naqshlarni. So'zi Mahmud Abdurahmonovning, muzikasi Selmahon Zaynalovning naqsha Turnula. Endi kompozitorlar bo'lib, bu kasbiyda professional kompozitorlar yozgan o'zining asarini har bir artistga o'zi chamolab yozadi-da, masalan, buni naqsham bunun artistga ketadi, bunun ahanga, bunun stiliga deganda. O'zlari shuni taklif qiladi. Artistlarni tanlaydi. Masalan, Ablaqchan Akam Mashayevning, Selmahon akamlarning naqshlari nurg'uni liriklik naqshlar, vatan to'g'riliq, atan to'g'riliq so'nishlar naqshlar bo'lgan uchun u naqshlarni men ko'proq aytdim. Selmahon akam Turnular naqshini, Uyg'urim degan naqshlarni nurg'un shu naqshlarni o'rnida İkrim akamning nemini olmishlar. Abdurazak akamning naqshlari shunda. Abdurazak akamning Tepçe Elif'ning so'ziga yozilgan Ana degan 3 naqshisini o'rnida qo'yish. Faqat bir shoirning nimsidiki naqshlar
anlatırlık nakşların orunda. Ben ötken konsertimde şu çoğunlarımızın atıp üçün toğur görüp Abdullah akamla bir nakşıyla etip öttüm. Композитор Хрым Масимов, Üsupcan Sayitov, Zeynullam Sitekov, Abdurım Ahmadi, Saydakrem Tölegenov, Ustazım Azat Burhanov, Karlin Paltayev, Maqsadcan Talipov, Shakrakam Qurbanov. Mana bu atgan aşamның muzikasini yazgan Ablahcan Mashayev, sözü Ilya Baxtiyanın. Ömür degan qizig'i. Birden bir menin sanatga yollayıp köp çıkıp beni qo'llab quvvatlagan ustozimda akam. O'zbekiston xalq artisi Abdurmak Ahmadiyev bilan ishladim. Atağlıq Muqam Saydakram akam bilan, xalq artisimiz Nurbedem Mametova bilan, Tonlaydam Aysarova bilan, Miralamed Qurbanbakiyeva, Sultan İsrailov aklarımız bilan. İşligin bilan faxrlanman şu bizning eng atağlıq, dаңlıq san'atkorlarimiz. Mush aklarımız bilan biraz vaqt bo'lsin. Endi Üsupcan akam Sayitov, Üsupcan akam Sayitov şu yanqı aklarning o'rnini aytib ko'p kuch chiqargan akamizdan biri. Bizning hozir hayotni o'tgan san'atkorlarimiz Karlin Paltayev, Nech Maqsadcan akam Talipov ham ustoz bo'lgan. Bizning muzika uchrashuvida dars bergan ustozlarimizdan biri. Farida Mashurova degan adimiz uchrashuvda bizning asosan şu hadimizin ait çok okuşturup bitirmişiz, kuch chiqaran adimizdan biri de Farida Mashura Abdurahmanov. Ben endi üzem aytgan naqshning hammasini üzem yaxshi ko'raman. Hem mening üzemning ijod qilgan naqshlari ham shundaqla bizning kompozitorlarimizning naqshlarining har birining o'z oldida bir tarix bor-da. O qanday chiqqan, qanday hayotga kelgan. Endi kompozitorlarning bir naqsh yozmoq o'ng'ay narsa emas. O naqshini naqsh qilib xalqqa tanıtmoqning o'zi bir cho'ng emgak. Endi cho'nglarimizning men abay etib o'tgan shu cho'ng artistlarimizning naqshlari bilan cho'ng oldik. Shu naqshlar bilan bugungi kunga yetdik. Endi bizning vaqtimizda deb qo'yaylik, zamonimizda deylik. Vaqt hozirgidek mumkinchilik yo'q. Telefon yo'q, kompyuterning zamoni emas. Magnetofon algan zaman emas. Hatta bizning vaqtimizda qo'lingizda aqchi bo'lsa, magnetofon ish mumkin emas deydi. Ben 10-sinfni bitirib, shu Arzu ansambl ishlayotganda shu bir to'nishlar bilan birinchi qitim magnetofon oldim. Bizda endi hammamiz yaxshi bilamiz, uylarda kichik radio bo'lgan-ku. Shu radioda juma kuni yarim soat Uyg'urcha konsert beradi biz kichik vaqtda. Mening bir daftarim tayyor bo'ladi. Shuning ulgayganimcha yaxshi ko'rgan naqsham so'zini yozatdim. Bu ayda ulguremsem yan bir aydımı, yan 3-4 aydan keyin aş naqsh chiqib qoladi. Shuni davomlashtirib yezib, shular bilan naqsh o'rnatdik-da, u vaqtda yangi naqshlarni aytib az. Hozirgidek masalan bizning tarixiy vatnimizda nurg'un naqshlarni hamma yerda internet bor uchun albatta u vaqtda naqsh topmoq o'rganmak. Dünyada türlü arzu ihtiyar. Biz tarixiy vatnimizda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida bir necha qitim gastro safarlar bo'ldi. Men ko'pincha Tabassumning artistlari Mahmud akam rayondan rahmatlilar, Mahbir rayondan shu Tabassum artisti bilan ko'proq bo'ldim. Onun da sırt Polşa'da bulduk festivalda. Singapur'da bulduk, Vengriyada, Türkiye'de bir neçe qitim bulduk. Gastro seferler. Festivaller olsun, gastro seferler olsun. Qalan gastro seferlerimiz asasen şu rayonda. Buralar Bulat'tan gastro. Bunun bu yoqda Teşken, Özbekistan, Kırgızistan. Oxlardan köp bomdum ben. Buralardan ait köp bulat ki.
keyingi vaqtlarda asosan mushtaraplarda gastrol safarlar bo'ldi. Har bir gastrolda o'zining yaxshi qiziq narsalar bo'lgan, ba'zi bir narsalar esimda qolmoqda. Nihoyat ko'ngillik, gastrol degan nihoyat ko'ngillik narsa. Ba qancha yillardan o'zining qilgan amgigini tayyorlangan xalqning aytib ishini o'zini aytib yaxshi narsa gastrol. Sanatlar uyushtirgan narsa yarışıyor gastrolda. Endi vatanda mening o'zimning ijodim yo'lingga qarab, uningga aniq zar bo'ldim degan naqshini u yoqdan aytib nurg'un yetadi tingshaydi. Yolunga qarab kecha ham gündüz ötüp bardı menin Anlagan naqsham sana tursun, qaytin yaxshi aranjировка qilib, yaxshi aytgan. Yo'lin qarab naqsham aytgan. Shu naqshni aslida bir aytganimda nihoyat yo'lin qarab yaxshi qarshi oldi. Xalq tükrep javoblar bilan. Shunday qilib xalqqa men avtor ekanligini bilgandan keyin vaqtda men Muxtar Bug'ra degan talantli shoirimiz nurg'un naqshlarning matni deb qo'yamiz, tekstini yozgan. Shu shoirimizning ijodiy kechiga kirdim. Uni men nurg'ayla dedim. Muxtar Bug'raning oxirgi qa degan so'ziga Dilshod degan inimiz naqsh yozganki, shuni mening aytishimni taklif qilibdi, bu yoqqa avtib. Men dastlab uni mashhada zapis uchun deb o'ylabman, keyin shu konsert qatnashlarga kirib, 3 kunlik ijodiy kecha konsert bo'ldi, shu konsertga qatnashdim. Buni shu vaqtim aytdik, albatta bu ishki mamlakatning do'stligi, xushallığı, Qozog'iston va Shimoliy Yevropadan bog'lanadi. Vaqtimni yana yaxshi qarshi oldi. Turkiyada bo'lganda biz O'zbek danlıq arts xalq artisti Sherali Jo'rayevning Ana Turkiston degan naqshni men burundan birinchi yakka konsertimdan tatib o'rlab kelganman-da. Bu yerda turkiy xalqlar to'g'riliq O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Uyg'ur, Tatar, Turkman shular hammasining do'stligi, birligi to'g'riliq aytilgan naqshida men bu naqshni 2 qitim borganda o'rladim. Nihoyat xalq Turkiyada yaxshi qarshi oldi-da. Tushunishli har bir millatning Türk xalqlarining atlari aytilgan. Qolgan yezlarimizda shunday var. Baxtlarimiz. Teatrni olsak, teatrni olganda men Navoni deydi. Navot hozir bizning yoshlarimiz, muzikantlarimiz, naqshlarimiz kuchli, yaxshi san'atkorlar. Men buni ondan bir 10 yil, 15 yil, 20 yil burlar o'zim ishlab o'ylatdim-da, kelajakda vaqtlarda endi mush butun to'y to'kun, qayerda bo'lsa bunu yamaq deymiz, klavishlarning taraqqiy etib ketgan vaqtlar butun to'y to'kiladi. Shu xil nurg'un estrada ketib qolamdi-ki, milliy keyin qiziqmay qolamdi-ki deb o'yladim. Biroq bundoq bo'lmadi. Hozir nihoyat kuchli, yaxshi naqsh sazandalarimiz bor. Bizning teatrdagi sazandalarimiz mush keyingi vaqtlarda mana 5-6 muqomni bütün muarg'ul, daston, mashrab hammasini hech nerini qo'ymash bola ugunib chip chiqdi. Adami bu sizlar uchun nihoyat bir yaxshi ish bo'ldi. Tamca üter yüzünü Yenildi ben sorsam külünü Teatrning o'zgarishi to'g'riliq masalan Dilmurod kelganda barliq yerga butun Uyg'ur degan odam hammasi angladi. Biz dangliq san'atkor Mahmud Darayevga ham menga Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan Arbobi degan atam. Академического Уйгурского театра музыкальной комедии имени Кутуса Джамьярова, основоположник знаменитого ансамбля «Яшлык». Ансамбля «Нова» Уйгурского театра музыкальной комедии имени Кутуса Джамьярова, а также один из исполнителей древнейшего уйгурского классического музыкального наследия 12 Кырганов. Bu ataq 22-yil berilgandan keyin biz gastrol safariga chiqdik. Shu har bir yezda bu ataq etilib o'tdi. Masalan, mush ikki artist Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan Arbob bo'ldi. Biz nihoyat chiq tilaklarni aytdi.
Barlıq şu yazılan. Bunun qancha 20 yıldan hoş gerek biz Özbekistan bilan Qozog'istonning madaniy kunliklari bo'ldi-da. Shundaq bir bo'lganda biz konsert qo'ydik. Vaqt teatr remont mengatqa vaqt. Men shu vaqt yana Antur Turkiston degan naqshni aytganda, vaqt O'zbekiston ministri bizning Qozog'istonning madaniyat ministri ishga bo'ldi. Shu naqshdikin shu vaqtki O'zbekiston ministri men agar bu bolaga O'zbekiston bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan ataqni berardim. Vaqt menmi berman dedi. Biroq o'sha yerda qoldi, ba'zi bir odamlar uning to'g'riliq mengish kerak dedi, meni mangim ekanmi. O'sha unvon to'g'riliq deganda Nurg'iyada bo'libmi bu endi yosh vaqtlarimizda ancha bilinmaydigan. Bu aliflarni oshgandan keyin ko'p bilingan haqiqat bu. Uni kimni bo'lsin. Nimishki sizga berilmaydi ataq. Boshqa birlar evatudi siz nimishki berilmaydi. Nurg'un mendan so'ratdi, biroq men aytdim. Endi mening qo'limdagi ovqat emas, siz nachit shuningga loyiq, amigim loyiq emas u deb aytdim. 22-yilda Dilmurod teatr direktori kelgandan keyin mana shu ataqlarni bu ko'p men Dilmurodga rahmat aytishdan burun u mening emas, butun mening abaq tomoshabinlarimning hammasi degdek menga telefon qilib, menga shu rahmatni shundaqlar Dilmurodga bu rahmat dedi. Buning o'yil talay yillar bu berildi deydi, endi uning rost yog'ini bilmayman. Shundaq endi mening oldimdimi bu ataqlarga ilinmay ketgan nurg'un bizni talantli artistlarimiz ketdi. Ba'zi bir hayotni yutib ketdi. Shu ataqni ana mana berimizlar bermedi. Undaq artistlarimiz nurg'un, yani mening oldimdagi artistlar nurg'un shuningda ketdi. Buni bütün ham Uyg'ur xalqiga ketdi-da, mening shu bir yil premyeram shu. Shundan qolgan narsamiz o'sha tushunishli bo'lish kerak deb. Buning ko'p rahmatini aytaman. Albatta xalqimizga buning texnik yaxshi xizmat qilindi deb zamonladim. Men asosan o'zimning repertuarimga yangi naqshlarni kirgizish planim bor. Hozir endi bizda naqsh ijod qilayotgan ijodkorlar ko'p emas burungidek. Bu bizga loyiq naqshlarni, estrada nurg'un naqshlar bor bizning milliy. Shundaq naqshlar bilan repertuarimni biroz ko'paytsam, o'zgartsam degan planim bor, onun boshqa planim yo'q. Barliq tomoshabinlarga, o'zimning mening tomoshabinlarimga ko'p rahmatimni aytaman. Sahnada bo'lsin, qayerda bo'lsin, naqsh uchun eng bir cho'ng baxt tomoshabin qanchalik yaxshi qarshi olsa, shu san'atkor uchun bir baxt. Ba'zi bir naqshlar o'zimizga qancha yiqib etsak, tomoshabinga yoqmay qolgan. Ya'ni o'zimizning ancha bir eran qilib ketmagan naqshlarimiz tomoshabinga yoqadi. Bundan xush olamiz. Eng asosiy narsa shu tomoshabinlarimizning ko'nglidan chiqish. Barliq meni naqshamni deb, meni san'atimni deb yaxshi ko'rgan barliq tomoshabinlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman va sizlar uchun, shu tomoshabinlar uchun yanama emgak qilishga tirishamiz. Karam yaşları